2025-yil 24-oktyabr bizani kutgan sog'inganlar bormisizlar, duogo'ylarim. Mana buni qarang. Qani tonnalilarini topdim. Topdik. Mana bunaqa gigantlari bor, originallari bor. Chorva O'zbekiston sizlarga eng zo'rini tavsiya qiladigan kanal. Toshkent viloyati, Toshkent tumani, mahallamdamiz, ATPda. Mana bularni qarang. Sanjar aka, assalomu alaykum. Bormisiz aka, tuzumsiz? Bo'ladi aka. Charchab qolmasdan? Bo'ladi aka, charchash yo'q. Charchamang aka. Bu gigant mollarni, ha? Shunaqa aka. Tonnalilarini. Shunda 750 dan 1 tonnagacha aka. Bor a? Nasib. Shu ketayotganimi tonna? Endi ja tonnaga bormasam aka 850-900 keladi, xudo xolasa. Xo'p, bular qanaqa aka? Bo'g'ozlimi yoki bolasi bormi? Qarang, bo'g'oz sutli-da bular. Bular? DMM ham Germaniya. Germaniyamida? Germaniya. Germanskiy shvedlar mana originallari. Yillari butuni hammasini? 4tasini yilini butun. Xo'p, mana shveddan boshlaymizmi? Boshlaymiz. Bo'g'ozmi nima bu aka? Endi qochiqlarimiz 2 oy bo'ldi aka. Hali tekshirmadinglar? Tekshirmadik. Aniq emas. Gumon. Sutiga kelsa 25 litr sut beryapti. Sutini og'im ketdi. Ertalab sog'ilg'in suti. Ha, bu fermada mana. Dimpim degan narsa yo'q, sog'in-ku. Xohlasa ertalab ham kelsin, kechqurun ham kelsin, sovuq ko'rsataman aka. 25 litr sutga? 25 litr sutga. Nechinchi qorin? 3-qorin aka. Qornidagi? Qornida 3-chisi. Mana shu yangi tuqqanda 40 ta beramizmi? 35 ta so'g'inman aka. O'zingiz a? Ha, endi 40 ta, 45 ta deb yomon gapirishni kerak yo'q. E'tibor shonsan. Keyin unga atvet qilish bor. Shunday. Hop, buni shvetimiz 2 oy bo'lgan ekan qochganiga, xudo xolasa gumon. Gumon lekin. Keyingisi. Mana qoravoychi. Qoran aka 25 ta suti bor. 25 ta. Bunga 25 ta. Buni qochganiga 1 oy bo'ldi. Buni tekshirtirganmiz yo'q. Aniq emas. Gumon a? Gumon aka bu. Gumon. Mana. Sutiga lekin javob. 3-qorin aka bular. Mana, ostini ham ko'ring. Simental. Simental nechta o'zi? 2 tami? 2 ta ekan. 2 ta. Mana bo'g'ozmi katta? Katta aka 7,5 oylik bo'g'oz. 7,5 masha? Ha. Doktorni olib tekshirtirib ham ko'rib olaversin. 7,5 oylik bo'g'oz. 7,5 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa bu qornidagi xudo xolasa? Bulam 3 aka. 3-qoringa? 3-qoringa. Sanjar aka bo'yingiz nechi sizda? Bo'yim 1.65. Shunaqa ekan buniki ham. Shunday. Endi ozgina balandam. Ko'rinmay qolasiz. Mana buni aytib ketavering, uni ham keyin tutib olamiz. 4320 43.026 ekan. Bu gribok 5,5 oylik. Oyoqlari tuzalgan aka hozir. Boylab tuzatganman. Gribok ishnisasi yo'q. Buni tekshirib ko'rib olaveradi. Buni ham quloq berkasi de. 15 litr sut beryapti. Hozir 5,5 oylik bo'g'oz. Aniq bo'g'oz. Aniq tekshirtirilgan bular. 5,5 oylik bo'g'oz. 4 yilini butmi buni? 4 yilini butun. 15 ta sutga. 15 ta sutga javob. Xo'p, buni aytdik. Katta qoluvdi. Demak, oq bor aka. Ha, oqqa aytamiz. Bu oq ham 1,5 oy bo'ldi aka qochqaniga. Endi ilmagani sal gumon. Ha, gumon a. 23 ta 24 ta sut beryapti aka shu kecha kunduz. Qaytaladimi, qaytalamadimi? Yo'q, qaytalamadi lekin hali hech qaysi qaytalamadi. Sanjar aka o'tib qaytarib yuborasiz, akam kuchlar yetmaydi-ku bularga. Bo'ldi. Bir turda o'tib ketadi akamlar. Yangi sog'inda nechta bergan mashinangiz? Qarang aka, bu 35 ta bulam. 35 ta? Ha. Nechinchi qornidagi xudo xolasa o'sha hammasi 3-qorin aka. Hammasi 3-qorin. 3-qorin a? Ha. Rasa ana ishga tushgan paytda. Shunday. Ha, qarang. To'xta. Ha, to'xta. Mana. Endi simentalni ko'ring mana. Bo'y bastini ko'rsatdi simental jonivor mana. Mana shu nechta bergan mashinangiz aka? Bak qarang, Bo'g'ozliqda sotib oldik. Aniq sutini bilmayman lekin buni. Qancha foydalandingiz? Qarang, 5 oylikda sotib oldik. 5 oylik paytida 23 ta 24 ta sut berdi aka. Qornida 5 oylik bo'lganda. Ha. Hozir 7,5 oylik bo'ldi, sutdan chiqardik aka. Shunda endi chiqyapti-yu, chiqib ketmagan. Shunday chiqqani yo'q. Endi 3 kun 4 kun olib bersa sovib turibmiz. Mollar yeyish ichishiga hammasiga javob. Ishlab turgan mollar. Pardoz-andoz qilib, yuvintirib, cho'miltirilmagan. Shunday. Ish joyidan olingan mollar. Shu yerga keladi aka, yeyishini, ichishini ko'rsatib xotirjam doktori bilan kelib bemalol xudo xolasa. Sog'liqlarini, sog'liq hammasini tekshirib olib ketaveradi aka. Aka qizuv joyi qoldi. Nech puldan aytamiz? Simentaldan boshlang, kichkina simentaldan boshlang.
55 million aka. 55 million. Hozir silab yuradigan joyi bor. 5,5 oylik bo'g'oz. 5,5 oylik bo'g'oz. Bo'yi 1.40 bormikin? 1.40 atrofida aka. Xudo xolasa. Shunaqa. 55 million savdosi bor. Savdosi bor aka. Bu Qoravoyimizchi? Qoravoy aka 50 million. 50 million kami bor. Shunday aka. O'tib yuradigan joyi bor hozir. Mana bunichi. Bu ham 50 million aka. 50 million buni ham kami bor, a? Shunaqa. Shved qol. Keyin mana buni oxirida aytasiz. Shved qol. Qarang, shvedmi aka? Aka sizni obunachiligingiz uchun 50 million aka. Kami ham bor. Bunda endi hozirga o'tib beradigan joyi bor. Ja ko'p emas lekin. Bakki qarang. Bu jonivor shvedlar smental darajasiga chiqib bo'ldi. Shunaqa. Xaridorgir tomonlama hamda. O'ta yuvosh aka bu. Mana. Kechki sog'in payti ham bo'ldi-da. Shunday. Kelgan odam bemalol tekshirtirib anaqa qilib beraverasiz-ku. Shunday, bemalol aka. Mana qarang, orqalariga ham mol. Har tomonlama mol. Bichimi masalasida yana o'zinglar hamma har xil fikrga ega-da. Sanjar akami, chempioni. Kattasi. Chempion aka. Buni ham aka sizning obunachiligingiz uchun 55 million qo'yib beramiz aka. Mana shuniga? Shuni ham qo'yib beramiz 55 millionga. 55 million kami bor. Savdo qiladigan joyi bor. Ha, molni qarang. Rostakasim bor. Sizni izingizdan kelsa aka bo'ldi. O'tib beramiz. Xudo xolasa ish bituradi. Ish bitadi aka. Telefon qilsalar ish bituradi. Bu etilgan pulni hammasini olib kelib bular juda ham xursand qilib yubormanglar, obunachilar so'dasini qilib olinglar hammasini. Bir so'mdan so'rab chiqsanglar haqinglar bor. Mana qarang, agar 5 tasini bir joyga qo'ysanglar, vafshim yengil bo'lib ketadi pullari. 5 tasini bitta joyda olsa kelishtiramiz aka. Mana semental bor, shved bor. Yana semental bor. Kelgan ola qora nechta edi? Ikkitamidi? Ikkita aka. Bitta qora galishdan, bitta ola galishdan. Mana. Mana shu ham bo'lsa kerak bir 700 kilo oshiroq, a? Endi 650 700 atrofida aka. Keladi mana shu? Shunaqa. Juda polvon narsa ekanda. Xohlagan joylarga solishtirib yuboradilar. Ketsa 200 ming, 300 ming pulinglar ketadi. Telefon qilsanglar, lakatsa tashlab berishadi. Tashlaymiz aka. Shu yerda bemalol 7 ishni solovlarini tekshirib olinglar. Shunaqa, keladi aka, ko'rsatamiz, sutlarni sovib ko'rsatamiz. Ha, tekshirib. Lekin eshikdan chiqqandan keyin aka javob yo'q. Issiqjon aka. Ha, shunaqa aka. Hammada shunaqa. Mana. Mana shu yerda kelib ko'radi aka. 3 kun ko'raman, 2 kun ko'raman, tekshirib ko'radi aka. Xohlasa doktorni ha. Yeyish, ichish, yelinlariga, oyoqlariga javob beramiz aka mana shu yerda. Endi tashqari chiqqandan keyin issiqjon bir narsa deyish qiyin. To'g'ri aka. Mana qara. Lekin o'zim maza qildim katta sigirlarni video qilaverib. Faqat buzoqlarni video qilaverib, engashi o'tirib olib video qilib beradi. Bo'larkan-ku, kamerani o'zim baravar ushlab, anaqa qilsam, video qilsam. Yana asal ko'p video qilamiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mana. Kelaverasizlar o'rtoqlar. Описание nomerlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Ostini qarang. Mana. Yuring siz ham, yuring siz ham. Ha, bu mollar os solganda yetilsa bilmadim, bir qop pul bo'ladi. Bo'ladi nasib aka. Mana tepadan olib beraveraman, mana. Tepaga chiqib olma. Molni bo'yini ko'ringlar. Kelaverasizlar do'stlar. Toshkent viloyati, Toshkent tumani ATP degan joydamiz. Yangi Toshkent postida 4 kilometrmi, 3 kilometr kiriladi ichkariga. 3,5 kilometr aka. 3,5 kilometrmi? Shunaqa. Bo'ldi. Mehnat postidan ham kirib kelsanglar bo'ladi. Eng sifatlisini sizga tavsiya qilaman do'stlar. Mana. Zo'rini oling, zo'ri sizda bo'ladi. Xudo bozoringizni bersin Sanjar aka. Rahmat aka, aytganingiz kelsin. Bular sog'in jarayoniga ketdi. Bo'l, yurg'izavering aka.